Hop, olaveringlar qani sizlar olaveringlar. Mana produktda. Hop. Mana bu yerga kelib bemalol hop oilaviy kelib dam olish mumkin. Hamma sharoit bor. Dam olish joylar bor. Sauna bor. Bilyardxona bor. Mana hozir mana bilyardxonaga kiramiz. Hamma sharoit uslovlar bor. Mana mana bilyard. Xohlagan bilyard o'ynaydi. Mana yana davom etamiz. Hop. Ben sıra gözüm aslı dedim. Dikana bak gösele geldim. Ha bu dikana bak. Mana hovuz, basseyn. Mana torvuzlar, qovunlar yaxlab turibdi. Mana bu dam oladigan joylar mana tepalik. Mana bu ichkarida sauna bor. Basseyn bor. Dush bor. Hamma sharoit bor. Tashqarida katta anhor oqib o'tiribdi. Xohlasa anhor cho'milishi mumkin, xohlasa mana basseynga. Mana bu yoq bog' mevalar pishyapti. Bemalol kelib dam olish mumkin mana shu yerga. Mana bu yoq tashqi ko'rinishi. Tashqaridan mana oshna og'aynilarning mashinasi bilan kelingan. Mana bu yerda ana ariq, anhor, Qashqadaryo daryosidan kelib oqib turibdi. Bemalol cho'milib dam olish mumkin. Hop, dam oluvchilar bo'lsa, mana shu nimaga murojaat qilinsa, adres aytiladi bemalol. Bir kunga 200 ming so'm. Ovqat o'zlari hisobidan sarflanadi. Saunanı buzdum. Kanzarı yok. Yoqimli ishda o'rtoqlar, hozir mana ovqat pishadi. Endi hammamiz mana ulg'aygan yoshga kirganmiz. Yoshlikda nima sho'xlik qilgan bo'lsak, 50 olgan bo'lsak, endi bu davraga yo'q deb hisoblaymiz o'rtoqlar. Xafa bo'lmaysizlar.